Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz diareyalar haqida bo'ladi. Diareyalar ikkita guruhi bor. Ya'ni diareya o'zi nima? Diareya va ich ketishi. Diareyani ikkita guruhi bor. Ya'ni o'tkir va surunkali diareyalarga bo'linadi. Xo'p, o'tkir diareya o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Ya'ni acute non-inflammatory diareya, ya'ni yallig'lanish jarayoni qo'shilmagan diareya. Keyingisi acute inflammatory diareya. Ya'ni yallig'lanish jarayoni qo'shilgan diareya. Xo'p, endi yallig'lanish jarayoni qo'shilmagan diareya, yallig'lanish jarayonisiz kechgan diareya qayerda kechadi? Bu ingichka ichak sistemasida ko'proq ingichka ichak sistemasidagi o'zgarishlardan kelib chiqadi. Ya'ni misol uchun bakteriya, virus, parazitlar oshqozon ichagimizga tushdi. Bu oshqozon ichagimizda shu bakteriya, virus, parazitlar o'zidan endotoksin ishlab chiqarishni boshlaydi. Bu endotoksinlar bizni ingichka ichak sistemasidagi hujayralarimizda ion kanallari bo'ladi. Mana shu ion kanallar bu endotoksinlarga juda ham sezgir bo'ladi. Bu endotoksinlar hujayra kanallarini ochib yuboradi. Hujayra kanallari ochilgandan keyin qonning suyuq qismi ichak bo'shlig'iga tushishni boshlaydi. Qonning suyuq suv, ya'ni misol uchun suv o'tadi, natriy o'tishi mumkin, kaliy o'tishi mumkin, xlor moddalari, xlor elementlar o'tishligi mumkin. Bular o'zi bilan birga suvni biriktirib o'tish hisobiga axlat, hosil bo'lgan axlat suvli bo'ladi. Oddiy suyuq, suvli axlat bo'ladi. Hech qanaqa shilliq aralashmagan, qon aralashmagan oddiy suvli va miqdori ko'p axlat bo'ladi. Biz oddiy suvli va miqdori ko'p bo'lishidan biz buni yallig'lanish jarayoni qo'shilmagan, ya'ni ichak shilliq qavatida yallig'lanish jarayoni ro'y bermagan diareya deb olsak bo'ladi. Buni bilish nimaga kerak? Biz bu jarayonga, ya'ni bu diareya turiga maxsus spetsifik dori-darmon qo'llashimiz shart emas. Biz bunga yo'qotilgan suv hajmini to'ldirib tursak, bu o'zi tiklanib ketadigan jarayon hisoblanadi. Xo'p, misol uchun bakteriya, virus, parazitlar. Misol uchun bitta oila piknikka chiqdi, misol uchun sayohatga chiqdi. Piknikka chiqqanda uzoq vaqt dasturxonda misol uchun narsalar, salatlari qolib ketgan vaqtda havodan tushadigan infeksiyalar, misol uchun streptokokli infeksiyalar bo'lishligi mumkin. Misol uchun daryo suvidan ichganda hosil bo'ladigan diareyalar hisoblanadi. Xo'p, ikkinchi diareyamiz bu yallig'lanish jarayoni qo'shilgan diareya. Bunda jarayon qayerda ketadi? Jarayon yo'g'on ichakning descending, ya'ni tushuvchi qismida kechadi. Bunda yallig'lanish jarayoni qo'shilgan diareya. Bunda bizni keltirib chiqaruvchi sababimiz invaziv bakteriyalar, ya'ni patologik bakteriyalar, parazitlar bo'lishligi mumkin. Bunda oshqozon ichagiga tushgan parazitning o'zi hujayralarga zarar yetkazishni boshlaydi. Hujayralarga zarar yetgandan keyin bu hujayralarda o'rni ochilib qoladi. O'rni ochilganda o'z-o'zidan leykositlar kelishni boshlaydi. Ya'ni yallig'lanish jarayoni hosil bo'lgandan keyin yallig'lanish jarayoni ketyapti. Leykositlar kelib ichak bo'shlig'iga chiqishni boshlaydi. Leykosit ichak bo'shlig'iga chiqadi. Bu yallig'lanish jarayoniga bizda goblet hujayralari deydi. Ya'ni qadoqsimon hujayralar juda ham sezgir bo'ladi. Bular o'zidan shilliq ishlab chiqarishni boshlaydi. Shilliq ishlab chiqaradi, ya'ni axlatga shilliq qo'shiladi. Endi bu ochilib qolgan joydan eritrotsitlar chiqishni boshlaydi. Ya'ni ichak bo'shlig'iga qon chiqadi. Qon chiqqandan keyin, xo'p, endi nima demoqchiman? Ya'ni axlat unaqa ko'p miqdorda kelmaydi, lekin biz bilishimiz mumkin, shilliq borligidan, misol uchun axlat analiz topshirgan vaqtda bemor shilliq, leykositlar, qon
eritrotsitlar bo'ladigan bo'lsa, biz gumon qilishimiz mumkin patologik bakteriya tushdi. Ya'ni buni biz davo qilishimiz uchun antibiotik qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bunda unaqa yallig'lanish jarayoni bo'lmagan, yallig'lanish jarayoni qo'shilmagan diareyaga nisbatan axlat miqdori kam keladi. Shundan ham farqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu ham o'z navbatida misol uchun parranda mahsulotlaridan yuqishligi mumkin. Keyin har xil oziq-ovqat mahsulotlaridan, misol uchun antibiotiklardan keyin hosil bo'lib qolishi mumkin. Misol uchun biror antibiotik qo'llaganimizda boshqa bir mikroflorani o'ldirish hisobiga bularning rivojlanishi sabab bo'lishligi mumkin. Endi sayohatga chiqqanda misol uchun shulardan farqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu faqat o'tkir diareya. O'tkir diareyani yallig'lanish jarayoni qo'shilgan va qo'shilmagan turi hisoblanadi. Rahmat.